Assalomu alaykum everyone. Sizlar bilan Sevinch Tolipova va bugun sizlar bilan matematikaning navbatdagi darsi. Bugun sizlar bilan darsimizda linear equationlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin 4-savolni 2x plus 5y equivalent to 24. 24. Hop. X plus 4y equivalent to 15. Javobini ko'rishingiz mumkin 7 va 2. Lekin bizlarda savolda if x and y satisfies the system of equations above, what is the equivalent to x plus y? Xo'p, bizlarda javobi 7 bilan 2 edi. Endi ikkalasini qo'shamiz. 7 ga plus 2 chunki deganda bizlarda x plus y ni so'rabdi, ya'ni x qo'shilgan y ni. Bu bo'ladiki bizlarda 9, guys. 9. Xo'p. Foydali kontentlar uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.